Assalomu alaykum. Nalichida turgan mashinamizni qisqacha obzorini qilib o'tib ketamiz. Isuzu NQR 90L izotermik kuzov. Salon qismidan boshlaymiz. Konditsionerlari bor, bokovoylari elektronniy, magnitofon bor. Korobka 6 talik, rычаг воздушный. Bokovoyga keladigan bo'lsak, bagrev bor. Stiklopodъемник elektronniy. Saloni 17,5 lik Bridgestone, воздушный tormoz, yon tomonida eshigi ham bor. Dugalari alyuminiy. Buni uzunligi 570 bo'ladi, balandligi esa 220. Eniga 210. Ichki qismi mana. Yuk ko'tarish qobiliyati 6,5 tonna. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, svetilniklari bor. Lestnitsasi bor mana bu tomonda. Bu ham stikloplast bo'ladi. Temir kuzovdan farqi, yashikchasi bor, zapaskasi, bakki 140 talik. Motor qismiga keladigan bo'lsak, 155 ot kuchlik injektor motor bo'ladi. Rasxodi 12 tadan 15 tagacha o'zimizning salonda tayyor turibdi. Bir ochib ketiraringiz bo'ladi.